Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar. Mana bugun navbatdagi bir chiroyli darvozamizni Farg'ona viloyati Beshariq tumani Yakka qishlog'iga olib kelib ustanovka qilib oldik. Eniga 330, bo'yiga 340 razmerga o'rnagan bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Juda chiroyli, ideal holatda o'rnadi bu darvozamiz. Darvozamiz stoykalariga kelsak, stoykalari 8 ga 8 ikkilik stenada profil bo'ldi. 8 ga 8 profil. Ichidagi profillar 6 ga 4, 1,5lik stenada, listlari 1,3lik listda bo'ldi. Juda chiroyli variantda o'rnadi bu darvozamiz. Mana ruchkalariga qora nejvenkadan qo'yib berildi. O'ziga yarashgan ruchkalari ham mana chiroyli chiqdi. Taglari shivillar, darvozamiz taglariga shivillar qo'yib berildi. Kraskalariga kelsa, kraskalar Devo kraska, mokr asfalt rangda bo'ldi. Kraskalariga ham xudo xohlasa garantiya chiroyli, yaxshi xizmat qilib kelyapti. Kraskalarimiz ham, zamoklarimiz mana Zubr zamok, rossiyskiy Zubr zamokda qora ruchkalidan qo'yildi. 5 ta kaltli zamok. Orqa holatlarini ko'rsatsak, mana orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana chiroyli variant. Tepalari o'sha darvozaxona sal yoriqtirish uchun lazer qilib berildi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xohlasa kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham bemalol ko'rib, kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.